Assalomu alaykum hammaga, barchaga. Qaranglar, bizda hozir shunaqa chiroyli dvoykamiz bor. Juda ham zo'r sifati, ichida maykalari bilan, undan tashqari yenglarida mana shunaqa chiroyli toshlari bilan, yonida baskasi bor. Bu degani nima degani? Yonida zamogli. Xohlasangiz buni yechib kelsa, xohlasangiz buni alohida kiysalaring ham bo'ladi. Yubkasi mana shunaqa tigirovkali, zo'r, juda ham chiroyli. Undan tashqari orqalariga ham ko'ringlar. Mana shunaqa rezinaviy. Juda ham chiroyli, sifati zo'r. Ko'ryapsizlarmi qanaqa asalligini, uzoqdan qanaqa bo'lib chiroyli. Boshqacha. Narxlari keladigan bo'lsa 2.800.000. Yubkasini pastiga alohida e'tibor bersalaring, boshqacha bo'lib turadi. Chunki ikkita yonidan olingan, o'rtasi uzun. Sizlar ko'rganmisizlar shunaqa kiyimni? Kim oxirgi marta kiygan? Sifati zo'rligini qaranglar. Men xohlardim hammalaring olib kiyishlaringni. Chunki sizlarga yarashadi. Sizlar dunyo go'zalisizlar.